Dilnoz. Oyis keladilar hozir. Oyim kelmaydilar. Dilnoz, senga bitta gap aytmoqchiman. Seni uchratganimdan keyin hayotim butunlay o'zgarib ketdi. O'tirsam ham, tursam ham xayolimda sensan. Avvallari ishga umuman bormasdim. Ko'chadan uyga kelmasdim. Hozir hammasiga ulguryapman. Ko'chaga chiqishga ham, ishga borishga ham. Sen meni ko'zimni ochding. Dilnoz. Seni sevib qoldim. Kamron aka, bularning hammasi o'tkinchi narsalar. O'tib ketadi. Yo'q, o'tmaydi. Sizga to'g'ri kelmayman. Menga umuman farqi yo'q. Nimaki bo'lib o'tgan bo'lsa, hammasiga ko'z yumaman. Faqat menga turmushga chiq. Yo'q, unaqa qila olmayman. Nimaga qila olmaysan? Sababi nima? Gapir. Men turmushga chiqib ajrashganman.